Mana ibo nima qilaman? Mana o'rtoq, mana ketyapti mana. Bozorga. O'zim uyimdagi kuchugim. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida fuqaro o'zi boqayotgan uy hayvoniga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'layotganligi aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat o'rganilganda voqea 2025-yilning sentyabr oyida Yangiyo'l shahri Sabo mahallasida yashovchi 27 yoshli fuqaro tomonidan sodir etilganligi aniqlangan. Hozirda hududiy ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 111-moddasi bilan hujjatlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlariga kirishilgan. Shu o'rinda eslatib o'tamiz. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat bo'lish agarda ularning o'limiga yoxud mayib bo'lishiga olib kelsa, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravargacha miqdorda jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamiyatdagi voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon etayotgan yurtdoshlarimizga minnatdorchilik bildiradi. Jamiyatimizda qonun ustuvor, jazo muqarrardir.